Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi hikoyamiz paranormal voqea haqida. Bu hikoyani kechasi yolg'iz o'tirganda o'qish yanada hayajonli bo'ladi. Agar joylashib olgan bo'lsangiz, unda boshladik. Kamola har doimgidek kech ishladi. Ishxonadan chiqib kvartirasiga qaytganida soat 2 dan 47 daqiqa o'tgan edi. Charchaganidan oyoqlari zor-zor bosardi. Eshikni ochib ichkariga kirdi va har doimgidek yaltirayotgan lampani yoqdi. Kvartirasi odatdagidek jimjit edi. Faqat deraza ortidan ko'chadagi shamolning shivir-shiviri eshitilib turardi. U ustini almashtirib choy damlash uchun oshxonaga yo'l oldi. Kutilmaganda telefoniga xabar keldi. Soat 3:13 da oynaga qara. Kamola hayron bo'ldi. Bu kimdan? Raqam noma'lum edi. U avvaliga bu hazil deb o'yladi, ammo yuragida g'alati bir siqilish paydo bo'ldi. Baribir e'tibor bermaslikka harakat qildi. Choyni olib divanga cho'zildi. Ammo vaqtni nazorat qilmay iloji yo'q edi. Qiziqishmi yoki qo'rquv soatga qayta-qayta qarardi. Soat 3:12. Yuragi tez ura boshladi. U sekin oynaga qarab bordi. Xonada yengilgina zig'ron. Ko'zoynagini taqib oynaga qaradi. U o'z aksini ko'rdi. Ammo birdan aksida ko'zlar qimirlamadi. Kamola boshi bilan sal o'ngga egildi, lekin oynadagi aks qimirlamadi. Oynadagi aksi asta kulimsiradi va ko'rsatkich barmog'i bilan og'ziga olib dedi. Kamola dod deb baqirmoqchi edi, lekin og'zidan tovush chiqmadi. Shunchaki qotib qoldi. Oynadagi aks esa ortga yurib xonadan yo'qoldi. Ertasi kuni ertalab qo'shnilar Kamolani uyidan hushsiz holda topishdi. U hozirgacha gapirmaydi. Faqat bir narsa yozib qo'ygan. Soat 3:13 da oynaga qara. Kamola hushini yo'qotganidan beri 3 kun o'tdi. U kasalxonada yotibdi. Gapirmaydi. Ko'zlari esa doim bir nuqtaga devordagi oynasiz bo'sh joyga qadalgan. Shifokorlar hech narsani tushunishmayapti. Yagona dalil yostiq tagidan topilgan qog'oz parchasidagi yozuv. Soat 3:13 da oynaga qara. Kamolaning singlisi Nilufar voqeani eshitib shoshilinch ravishda Toshkentga keldi. Kasalxonaga kirganida opasining ko'zlarida dahshat borligini darrov sezdi. Nilufar opasini kvartirasiga borishga qaror qildi. Nimadir bu yerda noto'g'ri edi. Kvartiraga kirgach oynaga yaqinlashdi. Oyna odatdagidek, lekin biroz xira. Nilufar ustidan kulganini sezdi. Bu shunchaki charchoq deb o'zini tinchlantirdi. Ammo xona ichida salqin havodan tashqari yana nimadir bor edi. U devor soatiga qaradi. 3:08. Yuragi biroz tez ura boshladi. Shunchaki sinab ko'raman deb o'yladi u. 3:12. 3:13. Nilufar oynaga qaradi. Avvaliga hech narsa yo'q edi, ammo bir necha soniyadan so'ng oyna ichida qop-qora siluet paydo bo'ldi. Bu odamga o'xshardi, ammo yuzi qorong'ulikda yo'qolgandek edi. Unga tikilgancha sekin-sekin yaqinlasha boshladi. Nilufar ortga chekindi, lekin oynadagi aksi to'xtamadi. Yaqin kelgach yuzini ko'rsatdi. Bu Kamola edi, ammo ko'zlari o'likdek, lablari esa qonli edi. Oynadagi aks tilni chiqarib, "Endi navbat senikimi, singlim?" deb pichirladi. Birdan oyna yorilib ketdi. Nilufar hushidan ketdi. Qo'shnilar politsiyani chaqirishdi. Kvartira ichida hech kim yo'q edi. Faqat singan oynani tagida Nilufarning telefoni yotardi. Telefon ekrani hali ham yoniq edi. Yagona yozuv: soat 3:13 da oynaga qara. Politsiya va maxsus mutaxassislar Nilufarning telefonidagi yozuvni ko'rib, voqeani chuqurroq o'rganishga qaror qilishdi. Shuningdek, Kamola va Nilufarning uyidagi oynaning kelib chiqishi haqida ma'lumot qidirildi. Aniqlashicha, kvartirada bo'lgan oyna 1920-yillarda tayyorlangan. Eski sehrli oynalardan biri ekan. Afsonalarga ko'ra, bu turdagi oynalar o'zida aks dunyoni ushlab turadi. Ya'ni oynaning ichida odamning so'nayotgan ruhlari yoki boshqa olamdan kelgan mavjudotlar yashashi mumkin. Mutaxassislar hikoyani o'rganib, 3:13
aynan shunday oynaga qarashga eng xavfli vaqt ekanini bildirishdi. Zero o'sha paytda oynadagi aks dunyo bilan bizning olam o'rtasida eshik vaqtincha ochiladi. Shu payt kasalxonada yotgan Kamola o'ziga keldi va xira ovozda o'sha oynadan u chiqib keldi. Shifokorlar va Nilufar hayratda qolib, "Kim?" dedi. Men uni ko'rdim. O'sha qattiq ko'zlar bilan menga qaradi. Endi men o'z o'limimni emas, singlimning hayotini xavf ostiga qo'ydim. Nilufar so'radi. U kim edi? O'sha qorong'u mavjudot kim edi? Kamola yengil titrab, bu eski oynaning o'zida qulflangan ruh. O'z qasosini olish uchun navbat kimda ekanligini kutadi. O'sha vaqt kelganida oynadagi aks haqiqatga aylanadi. Nilufar va Kamola o'zlarini bu qora kuchlardan qutqarish uchun sehrgarlar bilan bog'lanishga qaror qilishdi. Ular oynaning sirrini ochib, unga qarshi turish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqchi. Ammo bilishmadi, ular uchun haqiqiy dahshat endi boshlanayotgan edi. Nilufar va Kamola o'zlari bilgan barcha sehrgarlar bilan bog'landilar. Nihoyat eski kitoblar va sehr jodu haqida bilimli bir kishi, Saidbek degan olim ularning yordamiga keldi. Saidbek ularga shunday dedi: "Bu oyna aslida sehrli to'siq vazifasini bajaradi. Ichida mahbus qilingan ruh o'z qasosini kutmoqda. Agar vaqtida to'g'ri marosim o'tkazilmasa, oyna yorilib, u ruh bu olamga chiqadi. Ular uchun yagona yo'l marosimni 3:13 aynan oynaga qaragan paytda o'tkazish kerak. Bu marosim ruhi, ya'ni oynaning ichiga qaytarib, to'siqni mustahkamlashga imkon beradi." Ushbu marosimga tayyorgarlik kechasi boshlanib, soat 3 bo'lishiga oz qoldi. Kvartira ichida sehrli ramzlar chizildi, shamlar yonib turardi. Nilufar, Kamola va Saidbek oynaga qarab marosimni boshlashdi. Ammo soat 3:13 oynaning ichidan qorong'u siluet chiqib, ular atrofini o'rab oldi. Qorong'u mavjudot ovoz chiqarmasdan qo'llarini cho'zdi. Ularning har biri dahshat ichida qoldi. Ammo Saidbek marosimni tugatish uchun barcha kuchini sarfladi. Oxir-oqibat sehrli marosim samarali bo'ldi. Qorong'u siluet o'sha oynaning ichiga singib ketdi. Oyna yana qattiq yopildi. Kamola va Nilufar endi o'zlarini ozod his qilishdi, ammo ular biladiki, bu jang faqat boshlanishi edi. O'sha oynaning sirli kuchlari yana qaytib kelishi mumkin. Shuning uchun ular o'sha oynani xavfsiz joyga ko'chirish va uning sirlarini o'rganishda davom etishga qaror qilishdi. Ha, azizlar, bugungi hikoyamiz haqida o'z fikringizni kommentariyada qoldirib va bizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.